Toshkent, Moskva, Moskva, Toshkent, Toshkent, Moskva. Menga qara Sitora. Olabi. Xat Moskvani gapiraveramizmi? Ya nimani gapiramiz opa? Bizda Moskvadan tashqari xalqaro yo'nalishlar bo'yicha yana qancha reyslarimiz mavjud bu? Ular haqida kim ma'lumot beradi? To'g'ri. Demak, yurtdoshlarimizga to'liq ma'lumotni berishimiz kerak. Ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Bizda Toshkent, Perm, Toshkent, Krasnodar, Toshkent, Tyumen hamda Toshkent asl yo'nalishlari bo'yicha ham bor. Toshkent, Krasnodar seshanba, juma 20:00 da Toshkent avtovokzaldan o'z yo'nalishini amalga oshiradi. Chipta narxi esa 915 ming so'm. Toshkent Perm yo'nalishi bo'yicha ham seshanba, juma kunlari 17:25 da atigi 615 ming so'm evaziga siz yetib borishingiz mumkin. Astana reyslarimiz esa kun ora 16:00 da Toshkent avtovokzalidan Saparjay avtovokzaligacha boradi Astanaga 24 soatda. Chipta narxi esa 395 ming so'm. Siz xalqaro yo'nalishlar bo'yicha chiptalarni Toshkent avtovokzalidan xarid qilishingiz mumkin. To'liq ma'lumotni quyidagi raqamlardan bilib oling. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.